Qizlar, men bu detoks programmani ham aytib o'tmoqchiman. Har bitta inson organizmini toza bo'lishini xohlaydi. Ayol va erkak 8 yoshdan boshlab albatta organizminglarni 1 yilda 1-2 marta uborka qilishga harakat qilinglar. Chunki havo iqlimimiz va juda ham rasvo havodan nafas olamiz. Bular hammasi jigarga, buyraklarimiz, o'pkalarimizni rasvo qilib tashlaydi. Oshqozon ichak yo'llarimiz, yeydigan ovqatlarimiz va tartibsiz ichadigan gazli ichimliklarimiz hammasi bizning organizmimizda musor bo'lib to'planadi, immunitetimizni tushirib yuboradi va yuzimizda har xil ugrilar, o't qopiq buzilishi, har xil tug'ruqdan qolgan dog'lar bilan bizani rag'batlantirib beradi. Ya'ni bulardan qutulish uchun birinchi o'rinda organizmingizni uborka qilishni tavsiya etaman. Allergiya, qabziyat, juda ham ko'p yillik ayollar qabziyatdan qiynalishib yuradi. Gormonal o'zgarishlar, buzilishlar, bularning hammasiga gijjalar, yosh bolalardagi qabziyatli gijjalari birinchi o'rinda